Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga munosabatlik muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men program riyosatchisi Sarkin. 12 aprel kechqurun Xitoyning Kalpin noyasidagi Charla soqchilari Qizilchiroqda o'tib ketgan motosikletlik bir qancha Uyg'ur yoshni o'q tutib, qonliq voqea sodir qilgan. Vaqada 17 yoshlik Uyg'ur o'quvchi Abdubasit dumbisidan etib o'ldirilgan. Qolganlar yaralangan va tutqun qilingan. O'lguvchi Abdubasit Kalpinning yo'rchisidan bo'lib, uning urug' tuqqan va yurtdoshlari atisi sahirda meyitni ko'targan peti Naya bozorga yurish qilgan. Qoralliq saqchilar yarim yo'lda namoyishchilarning oldini to'sib Naya bozorga kirgizmagan. Namoyishchilar amalsiz yo'rchi yezisiga qaytib, 6-kanat orlig'ida namoyish qilgan. Tushdan keyin saqchilar Mahmud Isomiddin qatorliq 10 dan ortiq kishini tutqun qilib, namoyishchilarni majburiy tarqatib o'tgan. Malayziya, Qatar va Arab Birlashma Amirligi qatorliq davlatlardan kelib, Istanbul Atatürk aydromida to'xtatib qo'yilgan 35 nafar Uyg'ur musofiri o'tgan shanba kuni Turkiyaga kirgan. Turkiyadan panohlik izlab kelgan bu Uyg'ur musofirlar qonunliq rasmiyat masalasi sababli 18 kun Atatürk aydromining xalqaro havo liniyasi zalida tutib turilgan edi. Türk taratqullarining xabariga qaraganda Turkiya Tashqi ishlar ministrligining qarori bo'yicha o'tgan shanba kuni ayollar va bolalarni o'z ichiga olgan 35 nafar Uyg'ur musofiri qo'yib berilgan. Ma'lum bo'lishicha, 35 nafar Uyg'ur musofiri hozir Istanbuldagi chet elliklarni boshqarish sho'ba idorasida o'ltirim rasmiyati bajarmoqda ekan. 14 apreldan 16 aprelgacha Germaniyaning Myunxen shahrida Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyatiga doir maxsus xalqaro yig'in o'tkazilgan. Mazkur yig'in sukutdagi insoniyatga qarshi jinoyatlar, izdiraksiz g'oyib bo'lganlar, xohlagancha qo'lga ilingan va so'zsiz o'ldirilgan Uyg'urlar degan temada uyushtirilgan. Mazkur yig'inni Xalqaro vakolatsiz millatlar tashkiloti, xatar ostidagi xalqlarni qo'g'dash jamiyati va Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq tashkilotlar birlikda uyushtirgan. Yig'inda nuqtaliq holda Uyg'ur g'oyiblar masalasi, shuningdek Xitoy doiralarining xohlagancha qo'lga ilish, so'zsiz o'limga hukm qilish hamda odam organ atkazchiligi qatorliq bir qator masalalar ustida muzokara olib borgan. 12 aprel Kalpin Naya bozorida Qizilchiroqdan o'tib ketgan 17 yoshlik Uyg'ur yosh Abdubasit Xitoy soqchilari tomonidan etib o'ldirildi. Ajablanarlik shuki, oradan 4 kun o'tib Xitoy doiralari ondan mazkur voqea haqida tunji qitim bayonot berdi. Aqsot o'rnining Xitoycha betida berilgan mazkur hukumat axborotida mundaq deyilgan. Abdubasit Kalpin bozoridagi Qizilchiroqni besib o'tib ketgandan keyin soqchilar osmonga qaratib o'q chiqargan. U chaqda Abdubasit motosikletini orqasiga yondirib, punktdagi soqchilarga hujum qilgan va soqchilarning qurolini tortib olishga uringan. Vaholanki Kalpindagi voqeadan xabarda aholilarning radiomizga bergan bayonotlari Xitoy doiralarining mazkur voqea haqidagi izohatini keskin rad qilmoqda. Ular birdek Xitoy doiralarining alayda soqchilarni aqlash uchun amdila 17 yoshga kirgan Abdubasitga terrorlik qalpig'i kiydirganligini hamda paketlarni ustin qilib o'tganligini ilgari surdi. Egallishimizcha 14 aprel Xotan shahrining Lasko yezisiga qarashliq Org'ul kentida 2 nafar yordamchi soqchi o'ldirilgan. Ma'lum bo'lishicha, dushanba kuni kech soat 6larda 2 nafar yordamchi soqchi hijobliq 2 nafar Uyg'ur ayolni to'sib, ulardan hijobni elib o'tishni talab qilgan. Hijobliq ayollar soqchining talabini rad qilgan. Soqchilar bu ishga ayolning kaynidan toki uyiga qadar agishib qolgan. Soqchilarning bu qilmishi oila boshliqlarining qattiq noroziligini qo'zg'agan. Ikki taraf orasida talash-tortish yuz berib, oxirida 2 soqchi pichoqlab o'ldirilgan. Voqeadan keyin uy egalari qochib ketgan. Doiralar hijobliq 2 ayolni qo'lga olganligi va voqea yuz bergan rayonni qamal qilganligini ilgari surmoqda. Halbuki yerlik doiralar bu voqea haqida eg'iz echishni rad qildi. 15 aprel kuni O'rta Osiyo Cumhuriyetlarida yashovchi Uyg'ur jamoatchiligi Ahmadjon Qosimov tug'ilganligining 100 yilligini xotirlash faoliyat o'tkazgan. Ma'lumki, Ahmadjon Qosim 1944-yildan 49-yillargacha Milliy ozodlik inqilobining rahbari, shundaqla Uyg'urlarning 20-asrdagi eng muhim siyosiy arboblarining biri. Ahmadjon Qosim bilan bir vaqtda yana Olmaotadagi Uyg'ur jamoatchiligi jam bo'lib, yozuvchi Ziyo Samadi tug'ilganligining 100 yilligini o'tkazgan. Ziyo Samadi 20-asr Uyg'ur adabiyotining bo'libmi Uyg'ur romanchiligining eng yirik vakillarining biri. Uning Mayimxon, Yillar siri, Ahmad Apandi qatorliq tarixiy romanlari 20-asr Uyg'ur adabiyotidagi eng muhim nadir asarlar qatoridan o'rin oladi.
Möhtərəm televizor kögücülər yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısını gördüңlər. Kelər həftə görüşkəcə aman bolаңlar. Xeyir xoş.